bo'lishi mumkin. San'at akamiz boshchiligidagi Mavlid Ben jamoasiga rahmat deymiz. Tasanno. Assalomu O'zbekiston. Assalomu alaykum qadrdon, mehribon, har doim sho'x shodon bo'lgan hazrati insonlar. Sizlar bilan sog' va salomat diydor ko'rishib turganimizdan g'oyat shodmiz, mamnunmiz. Har doimgi an'anaga sodiq qolgan holda, demak, mahallangizda oqshomda mahalla telekanal oqshomlar ko'rsatuvi bilan xonadoningiz, qalbingiz, diqqatingiz mehmonimiz azizlar. Bravo, ofarin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum mahalla telekanalimizning jondan aziz ko'rsatuv Muxlislari. Chorshanba oqshomida oqshomlar dasturida yana sizlar bilan birgamiz. Barchangizga kirib kelgan Ramazon oyi muborak bo'lsin azizlar. Bahoriy kayfiyat sizlarni aslo tark etmasin. Nima deysiz? Rahmat, kirib kelganiga 19 kun, 20 kun bo'lyapti. Hop, yana eslatib qo'ydim. Asilbek aka. 3-10 kunlik desangiz ham qabul qilardim. Mayli. To'g'ri tushunasizlar azizlar, biz hayajondamiz chunki sizlar bilan har kuni, har doim diydorlashlik biz uchun quvonch hisoblanadi. Har uchrashuvda, har ko'rsatuvda biz hayajon bilan, shaxsan men, Dilafruz ham hayajon bilan boshlaymiz. O'shaning uchun ham biz raqsga tushamiz, o'ynaymiz, kulamiz. Mana shu pozitiv kayfiyatlarga yuqishi uchun. Demak, bizni shartlarimizni yaxshi bilasiz. Oqshomlar ko'rsatuvi faqat va yana faqat sizlarga pozitiv kayfiyat ulashadi. Va albatta shu o'rinda bizni Telegram kanalimiz, ya'ni Mahalla muxlislari Telegram kanaliga ham o'zingizni tilaklaringizni, niyatlaringizni, dil izhorlaringizni, kecha, bugun, ertaga tug'ilgan kunini nishonlayotgan insonlarimiz bo'lsa, ularga tabriklaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari esa bizni ko'rsatuvimizni ko'rki bo'lgan, davramizni to'rini to'ldirib o'tiradigan mehmonlar bor. Ularga savollar ham taqdim etish imkoniyati mavjud. O'sha bizni Telegram kanaliga yozasizlar. Demak, sizlarni kutilmagan holda biz mamnuniyat ila mehmonlar taklif qilamizmi? Albatta, dasturimizning mehmonlari, fayzli mehmonlarini tez taklif qilmasak bo'lmaydi. Undan zerikib qolishadi. Kelishdik. Nimaga? Bu gapingiz bilan siz zeriktirasiz demoqchimisiz? Shaxsan siz zeriktirmaysiz. Lekin men pozitivman, zeriktirmayman. Albatta. Demak, aziz tomoshabinlar, mamnuniyat ila o'zining chiroyli qo'shiqlari bilan, taronalari bilan, kerak bo'lsa filmdagi rollari bilan, kulgulari bilan hammangizni qalbingizdan o'rin egallagan ijodkorlar Azizbek Bekmurodov hamda Sanjarbek Usmonov. Qani ketdik. An'anasi raqsga tushib taklif qilasiz. Baxtlar ham bemalol. Raqsga tushib kirib kelishadi. San'at akam mana shu insonni ko'rib planda ko'rsatinglar. Bizni alamini oldi. Aziz aka, xush kelibsizlar. Xush kelibsiz. Marhamat, qani, davrani to'g'risizlarniki. Bemalol. Kirib kelish juda boshqa. O'zgacha. Juda ham bilan kayfiyat bilan pozitiv marhamat, ko'rishib olishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum. Pinxona. Bugun mana shu ko'rsatuv orqali sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum. Ahli O'zbekiston hammaga ro'zani 3-10 kunligi dedingiz hali. Shunaqasi muborak bo'lsin. Kirib kelayotgan Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Qolaversa ayollarimizni, onalarimizni, singillarimizni bayrami 8-mart ham muborak bo'lsin. Mart o'tib ketmadi hali. To'g'ri. Bo'ynimizda ko'p hali Pozitiv. Mana sizga pozitiv. Sovg'alar bor, to'g'ri. Umringiz uzoq bo'lsin. Xursandmiz. Navro'z ayyomi? Albatta, men Navro'z ayyomini albatta yetib ketdim. Birinchi yetib, keyin 8-marta. Bayram muborak bo'lsin. Sanjar aka.
Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mahalla telekanalining oqshomlar dasturini barcha aziz jondan sevar muxlislari, aziz onaxonlar, aziz otaxonlar, aziz aka-singillar. Sizlar bilan shunaqangi xursandchilik kunda, fayzli kunda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Barchalarga xayrli kech. Xudo xolisa bugungi kechni boshidan aziz aka hozir aytganingizdek pozitiv bilan, xursandchilik bilan boshlab oldik. Menimcha ko'rsatuvni oxirigacha shu pozitiv bizni tark etmaydi. Ketqizgan vaqtinglarga achinmaysizlar. Biz maza qilib ko'rsatuvni boshlaymiz. Shu pozitivni ushlaymiz oxirigacha. Oxirigacha. Albatta. Endi Aziz aka bilan Sanjar akam qo'shiq aytganlarni ko'rganman, rollar o'ynagan filmlarda, lekin raqsga tushishni bilmasdim. Juda chiroyli raqsga tushar ekansizlar. Bizda raqs darslari ham o'tilgan. Bugun Toshkent davlat san'at institutida shu o'qigan vaqtimizda Ana qo'lga tushdingiz. Qo'lga tushgansiz. darslar bo'lganda Talabalik lekin oxirgi marta o'ynaganimizni eslolmayman. Yo'q, biz ham o'zi 4 ta anaqani bilardik, xolos oyoqni yeb bo'ldi. Shu JTPli bo'ladi. ustozlarimiz Kim dars o'tganlar, agar ustozlaring? Bizda Siviliyapa bor edi. Siviliyapa o'tganlar. Siviliyapa. Siviliyapani rosa yaxshi ko'rardik. Ana uni ushatib qo'yardilar-yu. Stanokda ushlatib. Voydo. Gulliran opa bor edi, keyin Shavkat akam bor edilar. Ustozlarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Talabalik oltin davr deydi. Albatta. Kelinglar, talabalikni bir eslaymiz. Adashmasa bir paytda o'qigansizlar. Bir paytda o'sha ayni talaba bo'lgan paytlaring mashhur bo'lgansizlar. Bu qanday sizlarga his-tuyg'u taqdim etgan, o'sha institut yurgan paytda tengdoshlar orasida qanday his-tuyg'ular o'tgansizlar? Kelinglar, talabalikni eslaymiz, o'sha mashhurlik paytlarini. Birinchi san eslayman. Aziz akamni Yo'q, sen eslayman. yo'q, Aziz akamni eslayman-da aka. Biz endi hali o'sha Toshkent davlat san'at institutiga 2003-yil kirganman va endi o'sha paytda men o'sha viloyatdan Toshkentga shunday kirib endi o'zimni bir qanaqadir ana his qilganman-da, bo'ldi men shu valnaga keldim, qo'shilaman. Men bugundan boshlab o'zbek san'atkoriman deb institutga qadam ranjida qilganmiz, lekin shu institutga men birinchi borgan vaqtlarimni eslayman. Televizorda biz ko'rgan san'atkorlar, ustoz san'atkorlar, boshqacha bo'ladi. Kliplarda ko'rganmiz ularni. Bir qarasam, hamma shu hovlida yuribdi-da, o'sha biz televizorda ko'rib havasiga, hamma bir-biri bilan gaplashgan, ular o'ynagan, haligi televideniyadagi biz ko'rgani qaladan bir boshqacha-da. Endi bu rost ekan samimiylik demoqchiman. Samimiylik. Shunaqangi bir chiroyli va anaqaga dunyoga tushib qolgan his qilganman-da o'zimni. Buni endi tasvirlab berish juda qiyin. Mana har bitta kelgan o'sha talabalarning har bittasi aytardi-da, men bu institutga kirib kelganimda men umuman boshqa dunyoga tushib qolgandek his qilardim deyishardi-da. Keyin o'sha ko'p san'atkorlar, Aziz akam o'sha vaqtlar yangi o'sha ko'tarilib, hamma yaxshi ko'rib ana turgan paytlar edi. Institutga kirib kelardilar akam. Ana Yurishlar. yurishlar boshqacha. Yo, rostdan Aziz aka biz birinchi qo'rqardik. Assalomu alaykum. Endi ko'rganmiz-da akani, endi havas. Aziz aka aytmaysizmi, yurishim shunaqa edi deb. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum desa. Vallahi yaxshimisizlar? Bitga bo'ldi. Ya, endi bu ham bitta zavqda ana teatralniy institutga kirgan inson borki, o'zi aktyor bo'lib kirish kerak-da u yoqqa. O'zi aslida, Aslida. Men shunaqa qiziq davrlarni esla olaman. Endi kunduz kuni xizmatlar bo'lardi. Endi bizda ko'pincha ko'p sozanda, xonanda ukalarimiz, akalarimiz bilishadi. Shu to'ychivoy hofiz bo'lganman-da men. Ertalab ko'zimni ochishim bilan hay o'lan deyishimga to'g'ri kelardi. To'g'ri challariga kirib borishimga to'g'ri kelardi. O'sha paytlarga darsga to'g'ri kelib qolardim-da. Endi dodajon rahmatli olamdan o'tganlar, onalari olamdan o'tganlar, oyijon rahmatli. Endi nima deysiz? Shunaqa o'qituvchilar bo'lib qolardi. Farqi yo'q ularga to'y. Qanaqa to'y deyishardi, o'tir darsda deyishardi. Do'ppini bundoq kiyib, yuzlarimni yaxshilab ishqalerdim-da. Bundoq kirib, domla oyijonim olamdan o'tib qoldilar. Bir kun shunaqa deb ketdim, challariga ketdim. Bir kun amalladingiz demak. Men challarda xizmatdaman. Bu yoqda kurs rahbarimiz Bahodir aka Nazarov hamma yigitlarni yig'ganlarda. Azizbekni shunaqa oyisi olamdan o'tib qopti. Bunaqa payti hamma birga yonida turish kerak, bolalar. Sizlar boringlar-da, yonida turinglar, bolalar. Davay deb darsdan hammani ozod qilib yuborganlar. Bolalar endi kursdoshlarim bilmaydi-yu voqeani. Kelishgan uyga eshikni taqillatsa, onajonim fartuklarni taqib olib, qo'llarida kapkurlar bilan eshiklarni ochib, "Voy, kelinglar bolalar" desalar, bolalar hammasi
Endi hamma mundoq qilib Holatda anaqa borgan. deyishga tayyorlanganda kelinglar voy, yaxshi keldinglarmi, kelinglar. Aziz to'yda edi-yu desa, ertasi kuni borsam odam emas ekansan. Rahmat senga dedi. Bir kun o'qishdan ozod qilding bizani. Shu bahona. Lekin keyingi safar to'yingga ketsang, unaqa deb ketma. Qo'rqgan. Lekin sizni sotmagan ha shunday ko'rsatma. Yo'q. Qo'yil, gap bo'lishi mumkin emas. Bugun bizni mana butun O'zbekiston, qo'shni respublikalar tomosha qilib turibdi. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, ayrim hududlar albatta. Bugun sizlarning muxlislaringiz juda ham ko'p qo'shiqlarni sizlardan so'raydi. Aziz aka, bugun birinchi repertuardagi qanday taronani tinglaymiz? Bugun birinchi repertuardagi ukalarimizga, mana shu uylanayotgan ukalarimizga nasihat sifatida qiz bolani nozi bor degan qo'shig'imiz bor. Aha. Shu qo'shiqni ijro etamiz. Kelishdik. Pozitiv holatda. Bo'ldi. Aziz akadan chiroyli tarona tinglaymiz. Qani ketdik. Aha. Shalolaning sozi bor, ko'ngil to'la rozi bor. Shuni bilki jon ukam, qiz bolaning nozi bor. Shalolaning sozi bor, ko'ngil to'la rozi bor. Shuni bilki jon ukam, qiz bolaning nozi bor. Jilmayadi, kuladi, yuzi oydek to'ladi. Xafa bo'lmagin ukam, ha demay to'y bo'ladi. Jilmayadi, kuladi, yuzi oydek to'ladi. Xafa bo'lmagin ukam, ha demay to'y bo'ladi. Shalolaning sozi bor, ko'ngil to'la rozi bor. Shuni bilki jon ukam, qiz bolaning nozi bor. Shalolaning sozi bor, ko'ngil to'la rozi bor. Shuni bilki jon ukam, qiz bolaning nozi bor. Nozli boqar ko'zingga, kirmaydi hech so'zingga. Nozli boqar ko'zingga, kirmaydi hech so'zingga. Quloqingni tut ukam, aytib qo'yay o'zingga. Quloqingni tut ukam, aytib qo'yay o'zingga. Shalolaning sozi bor, ko'ngil to'la rozi bor. Shuni bilki jon ukam, qiz bolaning nozi bor. Shalolaning sozi bor, ko'ngil to'la rozi bor. Shuni bilki jon ukam, qiz bolaning nozi bor. Charos ekan ko'zlari, qop-qoradir qoshi ham. Charos ekan ko'zlari, qop-qoradir qoshi ham. Ayni senga mos ekan, 16 da yoshi ham. Ayni senga mos ekan, 16 da yoshi ham. Shalolaning sozi bor, ko'ngil to'la rozi bor. Shuni bilki jon ukam, qiz bolaning nozi bor. Shalolaning sozi bor, ko'ngil to'la rozi bor. Shuni bilki jon ukam, qiz bolaning nozi bor. Qiz bolaning nozi bor. Qiz bolaning nozi bor. Nozi bor. Ofarin. bir kunlarni eslatib yubordi. Lekin yoshim 16 Darsdan qochganlaringni eslatib yubordim. 46dami, nechida? Yo'q, ikkiga bo'lib 18 2ga 16 desam mundoq qiladilar. Mayli, dilafruz to'g'ri tushunasizlar. Pozitiv sizlarga kayfiyat bag'ishlaydi. Sajjar aka, men har safar shu narsani aytaman, biror taronani yoki biror filmni nimadir ko'rsak ham bizga bir xotiralarni eslatadi. Biror muzika eshitib qolsak,
10 yil, 15 yilga oldingi bir holat odam esiga tushadi. Sanjar akamni ham esiga tushib ketdi, bilmayman nima tushib ketdi, lekin nima bo'lsa ham yaxshi xotiraligi aniq, yuzda chehra, tabassum uyg'ondi. Bundan biz xursandmiz. Azizlar, televizor burchagida QR kod turibdi, uni skanerlang, bizni albatta ijtimoiy tarmoqlarimizga barchasiga a'zo bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bizni Telegram kanalimiz Mahalla muxlislari Telegram kanaliga yozib yo'llanglar va o'zingizni salomlaringizni, tabriklaringizni ham yo'llashingiz mumkin. Ulardan biri kelibdi, Dilafruzxon. O'qib eshittirasizmi, o'zim eshittiraymi? Albatta, boshlab berishim kerakmi? Albatta. Assalomu alaykum, hammaga Ramazon oyi muborak bo'lsin deb Rich Man yo'llabdilar. Mana boshladik. Dilafruz Usmonova har doimgidekchi. Men o'zim haqimda o'qigim kelmaydi. Mayli, men o'qib beraman. Dilafruzxon Usmonova har doimgidek juda chiroylisiz. Siz nomer 1, nomer 1 muxlis, sizni muxlisingizman deb yozdi. Gap yo'q, barakalla. Endi faqat Dilafruz emas, Aziz akam bilan Sanjar akaning ham muxlislari bor. Albatta. Assalomu alaykum, Mahalla telekanali oqshomli ko'rsatuv ijodkorlari. Sanjar Usmonovni dugonalarim bilan ashaddiy muxlislarimiz. Bravo! Bugun 19-mart kuni dugonam Kamolaning tug'ilgan kuni. Shu munosabat bilan tabriklaymiz. Ya'ni Sevinch, Nilufar, Durdona, Sug'diyona, Feruza, Umida dugonalarimni barchasi nomidan tabriklaymiz. Setora Rahmatullayeva Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani O'lamji qishlog'idan debdilar. Sanjar aka, Biz ham tabriklaymiz. siz tabriklab bitta qo'shiq taqdim etmasangiz bo'lmaydi. Albatta. Zo'r bo'larda. Qanday Shu qo'shiq? singlimizni tug'ilgan kunlari bilan endi ko'proq qizlar doim qayergadir borsam asosan qizlarni Mohinuram degan qo'shiqni aytib bering deyishadi. Endi shu qizlarga yoqsa kerak. Kelishdik. Qizlarni o'zi ta'riflaydigan qo'shiq menimcha hamma qizlarga yoqsa kerak, to'g'rimi? Kelishdik. Marhamat. Mohinuram taronasi. Singillarimiz uchun. Ajoyib. Sana bu lablaringga oshiq bo'ldim men o'zim. Sana bu ko'zlaringni adosiman men o'zim. Malikamsan dilbarim, tinglagin dildan so'zim. Mohinura, Mohinura. Ishqingda jon fido bo'ldim. Yonib kuyib ado bo'ldim. Kuyingda men gado bo'ldim. Ishon menga Mohinura. Ishqingda jon fido bo'ldim. Yonib kuyib ado bo'ldim. Kuyingda men gado bo'ldim. Ishon menga Mohinura. Vasling uzoq tutolmasam, aytni qilar Mohinura. Sog'inaman tunlar aro, sensizlikda bag'rim yara. Dardimga bo'lgin ey davo, sen o'zimning Mohinura. Sana bu lablaringga oshiq bo'ldim men o'zim. Sana bu ko'zlaringni adosiman men
gap bo'lishi mumkin emas. Sanjar Usmonov. Bekorga. Ha, bekorga bu qo'shiqni yaxshi ko'rmas ekanda qizlar, ha? Yo'q, yo'q, Dilafruz? nimaga? Sanjar aka, menda savol tug'ildi. Qachon Dilafruzim deb qo'shiq Voy, voy. eng mana ijtimoiy tarmoqlarda ham har joy mana shu qo'shiq chiqqandan beri ishonasizmi faqat ismga so'rashadida har doim bu ismga yeting bu ismga deb bu ism ishoning zakazlarim juda ko'p mayli anaqasiga yozib qo'yamiz lekin birinchi hurmatingiz bor yo boshi Bu nimaga institutda jim yuradi desam, mana shu o'rganib yurar ekanda. Vaziyatni qarang qizlarga yoqadigan qilib. Mahinura. Azizlar, endi nima deysiz azizlar kim ismiga qo'shiq qilmoqchi bo'lsa, menga murojaat qilsin. Bizda esa reklama ketyapti ayni paytda. Reklama! Reklamani cheklama. Qani ketdik. Aziz tomoshabinlar, bizni qurol bardorlari yomon. Bo'sh kelmanglar. Azizlar, biz davom etamiz. Demak, ko'rsatuv sizlarga yoqyapti degan umiddamiz. Hammasi oldinda televizor muruvvatini mahalla telekanaliga to'g'irlanglar. Bo'ldi. Mazax tomosha qilsangiz bo'ldi, issiq joy ichib. Demak, bizga xabarlar juda ham ko'p kelyapti. Dilafruz bilan o'qib eshitmasangiz, o'tgan safargidek chiroyli xabarlar yetib kela olasiz. Demakki, Sobirjondan xabar kelibdi. Assalomu alaykum, mahalla telekanali oqshomlari dasturi ijodkorlari, barcha O'zbekiston xalqiga Navro'z va olam bayrami muborak bo'lsin. Dastur ijodkorlariga omad. O'zbekiston xalqini xursand qilishdan charchamanglar. Jizzaxdan Sobirjon deb yo'llabdilar. Siz ham charchamang, sizga ham bayram muborak bo'lsin. Ofarin, Sardorbekdan xabar kelibdi. Assalomu alaykum, mahalla telekanali ijodkorlari. Azizbek Bekmurodovning ijodi zo'r. Bitta qo'shiqlari bor. Kipriklari uzun qiz, kusang ko'changga boray degan chiroyli taronasi bor. Shu qo'shiqni aytmasalar qarab tursin. Men Chinozdan yallamadanman salom yo'llayapman deb. Salomat bo'lsin. O'zi hozir Chinozdan keldi. Yo'q, ana bo'lmasa. Xo'p, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarni har doim muxlisingizmiz, kuzatib boramiz. Qozog'istondan, Qoramurt qishlog'idan muxlislar. Salom Qozog'istonga alangali salom. Salom. G'iyosiddin ham yuboribdilar. Assalomu alaykum. Mahalla telekanali oqshomlar ko'rsatuvi ijodkorlari. Ko'rsatuv zo'r davom etmoqda. Azizbek Bekmurodov ota-onam topilmaydi qo'shig'idan bo'lsin. Ertaga futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasiga katta omadlar tilayman. Qirg'izistonni 8-0 hisobida yutsin. Voy. Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov, Abbos Fayzullayevdan gol kutamiz deb yozibdilar. Ertaga barchangizni Yakkabog' markaziy o'yingohida bo'lib o'tadigan katta Navro'z sayliga taklif qilamiz. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani. G'iyosiddin Xurramov yo'llabdilar. Albatta niyatingizga yeting, mayli. Rahmat. Mahalla ko'ngilochar dasturi ijodkorlariga omad tilaymiz. Ko'rsatuvga gap yo'q. Rahmat, Fazliddin yozib yuboribdilar. Assalomu alaykum, oqshom va ko'rsatuv ijodkorlari. San'at akam, kecha lambadan qo'yaman, chalaman deb va'da beruvdingiz. Chalib bermaysizmi? Iloj bo'lsa chalib bersinlar. Bunaqa bo'lmaydilar debdilar. Albatta. Safarov aka, gap yo'q sizga. Zahidjon akamiz yozibdilar. Inobatga olib qo'yasiz orada pauzada. Xo'p, azizlar, juda chiroyli dastur ketyapti, chiroyli qo'shiqlar kuylanyapti. Sanjarbekka alangali salom. Qo'shiqlarni maza qilib eshityapmiz. Raqqosa o'tirsa iltimos. Xo'p bo'ladi. O'zim har doim mana shu ko'rsatuv juda ko'p ko'zim tushib qoladi. Endi Dilafruz ana Instagramda ham menda podpisчигimiz bor. Doim mana shu ko'rsatuvni ko'rsam, nuqul raqsda ko'raman. Sanjar aka, men bu ko'rsatuvga raqsga tushish uchun kelib oylik olaman. Shundan ko'tarilgan ko'rsatuvda. Sanjar aka, uni kuchi bilasizmi nimada? Familiyasida Usmonovligida. Ha, shu. Usmonov bo'lgan. Albatta. Juda mana bitta narsa aytay, mana shu hozir juda ko'p tabriklarda ana Navro'z bayramini bu yilgi har doimgi bayramlardan ko'ra bu yil qanaqadir Navro'z bayrami men o'zim sog'inchli bo'ldi. 2 kundan beri tadbirlarda yurimiz, viloyatlarda yurimizki odamlarda bir boshqacha bir kayfiyatda ham Navro'z bayrami ham mana hozir ro'za Ramazon oyida ikkalasi shunaqangi bir go'zallik, hammani kayfiyati zo'r. Bayramlarda boryapmiz, odamlarning yuzida bir chiroyli kayfiyat bo'lyapti-da. Haqiqatan biz
bizni yurtimizga shunaqangi chiroyli va kunlar bayramlar yarashadi Albatta. yarashadi sanjar aka Rost emas. qanday qo'shiq taqdim etmoqchiman hozir tadbirda qanday qo'shiqlar ijro qildingiz o'sha yerdagi his tuyg'ularni o'sha yerdagi aurani bizga ham taqdim etsangiz aziz aka sizdan eshitamizmi aziz akamdan eshitaylik aziz aka aziz aka nega kam gap bo'lib qoldingiz tinchlikmi bugun meni ko'rsatuvim. muallifman demadingiz qanday qo'shiq eshitamiz aziz aka Xo'p. Agar ijozat bersanglar, Aha. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, marhum san'atkor Muhriddin Xoliqov Oh. ustozimizni, mani doda ustozimni qo'shiqlaridan bitta ijro etib bersam. Albatta. gap bo'ldi jonim Agar bilan ijozat bersanglar. jonim bilan Naqadar jonim yaxshi bilan so'zlar aytdingiz. Ey go'zal degan qo'shiqlarni ijro etib beraman. eh, Qo'ldan kelgancha. Sog'inganmiz. Gap Kamiga uzr. Marhamat. Marhamat. Ey güzel so'zlari asal sensiz menga o'lim afzal qoshlari kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon ey güzel so'zlari asal sensiz menga o'lim afzal qoshlari kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon sochlaring o'ynaydi shamolda o'xshashing topmadim jamolda sochlaring o'ynaydi shamolda o'xshashing topmadim jamolda qalbing qalbimdan yiroqda shundan jonim qiynoqda qalbing qalbimdan yiroqda shundan jonim qiynoqda ey go'zal so'zlari asal sensiz menga o'lim afzal qoshlari kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon ey go'zal so'zlari asal sensiz menga o'lim afzal qoshlari kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon uzatsam qo'lingga qo'limni nechun kechding ahdingdan uzatsam qo'lingga qo'limni nechun kechding ahdingdan
yolg'iz sevsam o'zingni juda qilding baxtimdan tanha sevsam o'zingni juda qilding baxtimdan ey go'zal so'zlari asal sensiz menga o'lim afzal qoshlari kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon ey go'zal so'zlari asal sensiz menga o'lim afzal qoshlari kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon bilsang hijron o'limdan yomon Bravo. Juda chiroyli tarona. Ay, Maza vashsha. qildik. Rahmat. Maza Kirib qildik. Gap ketadi qo'shib odam, o'tiramiz. maza Maza qildi o'zi odamni. Haqiqatdan kuylarga ham. soladi bu Kamchiligiga uzr. qo'shiqlar aka. Kamchiligiga Sanjarbek. Vashsha maza qildi. Sanjarbek, adash sizga alangali salom, farmaset do'stingiz deb yozib Ye, qo'yibdilar. Sanjarbek do'stim, assalomu alaykum. Ala, Do'stim bu esladilar. mani juda ham qadrdon do'stimda har doim mana shu qayerdadir shu televideniya orqali yo ko'rsatuvlarga chiqsak, doim qo'llab-quvvatlab, yaxshi niyatda qilib, duolarni qilib, juda yaxshi Farg'onalik, juda yaxshi do'stim boringizga kuzatib shukur. turadi. Albatta, Qo'y, albatta. qo'y. Haqiqiy do'stlarimizdan boringizga shukur. Navbatdagi xabar. Albatta Azizbek ham yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Hammangizga sizlarni muxlisingizmiz. Ijodingizga omad. Men Qozog'istondan Qoramurt qishlog'idanman. Aha, ona haqida ashula eshitsak deb yo'llabdilar. Albatta, buni inobatga olamiz. Albatta. Fazliddindan chiroyli xabar kelgan. Bu dasturlaringizga qanday qatnashsak bo'ladi? Albatta qatnashsa bo'ladi. Televizor burchagida turgan QR kodni skanerlang va bizning ijtimoiy tarmoqlarimizga a'zo bo'lsangiz bo'lgani. Ijodlaringizga omad debdi, rahmat. Assalomu alaykum, mahalla telegani ashaddiy muxlisiman. Sizlarni kuzatyapman deya Islombek yozibdilar. Assalomu alaykum. Ramazon oyi bilan Azizbek akamni, Sanjar akamni tabriklayman. Qo'shiqlarni ko'p eshitamiz. Kipriklari uzun qiz qo'shig'ini aytsinlar. Aytamiz. Xo'p dedik. Zulfiyaxon ham yo'llabdilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Azizbek Bekmurodovning ijodlariga omad bo'lsin. Yangi Hayot tumanidan Zulfiya va Surayyoxon deb yo'llabdilar. Rahmat. Mahalla telekanali oqshomlar ko'rsatuv ijodkorlari, alangali salom. Barcha O'zbekiston xalqiga Navro'z ayyomi muborak bo'lsin debdi, rahmat, birga bo'lsin. Bugun ukam Renatni tug'ilgan kuni. Shu munosabat bilan ukamni tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin, oldimizda omon bo'lib yursin deb Qoraqalpog'istondan muxlisingiz Elmira Tumaris Zulfiya yozib yo'llabdilar. Qoraqalpog'istonga alangali salom yo'llab qo'yamiz biz ham. Azizbek aka kipriklar aytamiz dedik-ku. Zulfiya opa, anaqa hozir bu qo'shig'i boshida hozir aytib qo'ysak, keyin biz yaxshi ko'rgan qo'shiq bo'lib qoldi, deb uxlab olishmasliginglar uchun aynan shu sizlarni aytmay turamiz. Aynan oxirida. 3-marotaba Zulfiya opa, xo'p, yana bir kelishdik. muxlisimiz bor ekan. Assalomu alaykum, oqshomlar ko'rsatuvi ijodkorlari, omadlar tilayman. Bugun farzandim Azizbekni tug'ilgan kuni. Baxtimizga sog', salomat bo'lsinlar. Iltimos sho'xroq qo'shiq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidan Qodirov Latif aka, nima deysizlar? Qo'shiqlar sho'x bo'lsin deyishyapti-yu. Gap yo'q. Bizda yaxshi bir an'ana bor, Aziz aka, Sanjar aka. Sanjar chiq. Bitta an'ana bor. Aziz muxlislar telefonlaringizni qo'llaringizga olib tursalaringiz bo'ladi. Hozir mashhur san'atkorlar mana shu tug'ilgan kuni bo'layotgan barcha yurtdoshlarni bir og'iz tabriklab, o'zlarining qo'shiqlarini sovg'a sifatida sizlarga taqdim etadi. Qanday baxt bu. Sanjar aka, sizdan boshlaymiz. Bugun o'z savolot ayyomini nishonlatgan barcha yurtdoshlarimizga uzoq umr tilayman, tanajoningiz sog' bo'lsin. Shu Alloh bergan umrni doim xursandchilikda, baxtli, eng asosiysi sog'lik, salomatlikda o'tkazishinglarni tilab qolaman.
qolaman. O'zi bu qo'shiq aytmoqchi bo'ldim, lekin kiritilmadi. Kiritsammi, kiritmasammi dedim. Shu ana bugungi tavallud kuni haqida juda chiroyli qo'shiq qilganmiz-da. Barcha tavallud ayyomini nishonlayotganlar uchun agar mabodo ko'rsatuvda vaqtimiz qolsa, tavallud kuni haqida bir chiroyli qo'shiq qilganmiz. Xudo xolasa обязательно aytib beramiz, xudo xolasa. Aziz aka biroz tabriklab qo'yasiz, qo'shiq oldi tabriklaysiz bo'lmasa. Yo'q, tabriklayman. Mana shu bugun kecha ertaga bo'ladigan hamma tavallud ayyomini nishonlayotgan insonlarni hammanglarni umringiz uzoq bo'lsin. Alloh qancha umr bergan bo'lsa, barakatli, chiroyli o'tkazishni nasib qilsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana shunaqa bayramlar bizning yurtga yarashadi, chunki tinch yurtga albatta bayram xursandchilik yarashadi. Hammanglarni tabriklayman. Hayajon bosyapti. Ming bor uzr. Bravo, ofarin. Sanjar aka Usmonovdan chiroyli tarona tinglaymiz. U taronaning nomi esa Seni çok seviyorum deb atalgan qo'shiq. Bu yaqinda premyera qildim. Ha, bu yaqinda bu qo'shiqni chiqardik. Bu mahalla telekanali uchun premyera qo'shiq. Aynan endi men hozir ana tungi dastur bo'lgani uchun men ko'proq men shunaqa tasavvur qildimki, tunda odamlar bir chiroyli sokin qo'shiqlar bir eshitib, kayfiyati yaxshi qo'shiq. Endi shu qo'shiqlar ham bo'ladi-ku, lekin aynan sal oqshom bo'lgani uchun ana sokin qo'shiqlar bo'lsin deb bir tanladim shu qo'shiqni. Yangi qo'shiq bo'lgani uchun eshitib ko'rsanglar, xudo xolasa. Bilan sevishganlar uchun barcha shu o'z umr yo'llarini bog'lamoqchi bo'lgan barcha yoshlarimiz uchun bemalol seni çok seviyorum deb. Shu mavzuga oid bizning qadrlon do'stimiz Shavkat do'stimiz bugun umr yo'ldoshlarini tug'ilgan kunlari ekan. Shahrizodaxonni shu munosabat bilan biz barcha jamoamiz nomidan tabriklaymiz. Sevib qolish oson ekan, sevilmoqlik qiyinroq. Bilmas edim o'zim ham boshga tushdi keyinroq. Sevgi shunday navbahorki, u tikanni gul qilur, toshga ham jon bag'ishlab, zog'ni ham bulbul qilur. Mana shu she'r hamda tarona sizga sovg'a tariqasida bo'lsin. Marhamat. Sovg'a tariqasida marhamat. Zo'r chaldi lekin. Hayotimda o'rning bo'lak, ishon jonim. Qiziq emas sensiz yashash bir on jonim. Sen havosan ko'ksimdagi, atir gulsan bog'imdagi. Bir umr yoring bo'lay yoningdagi. Seni çok 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 seviyorum. Gözlerinden anlamıyor musun? Seni çok 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 seviyorum. Aşkımı bilmiyor musun? Qalb senla bog'lar kezishni va uyg'onib tong sabosin sezishni. Beparvolik qilma faqat, yetmaydi-da menda toqat. Sevaman deb baxtli bo'laylik shoyat. Seni çok 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 seviyorum. Gözlerimden anlamıyor musun? Seni çok 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 seviyorum. Aşkımı bilmiyor musun?
çok 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 seviyorum. Gözlerimden anlamıyor musun? Seni çok 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 seviyorum. Aşkını bilmiyor musun? Bravo. Gap yo'q, chiroyli. haqiqiy sevgiga zor barcha shu Chiroyli sovg'a. ha chiroyli sovg'a Haqiqatdan sevishganlar ham uchun. chiroyli sovg'a bo'ldi. Sanjar aka, Aziz aka, sizlarga juda ham ko'p xabarlar yetib kelyapti. To'g'risi, tasavvur qiling, butun O'zbekiston, qo'shni respublikalar yozyapmiz. Dilafruz bilan hozir ko'zimiz charchab qoldi. Imkon qadar tezroq o'qishga harakat qilaman, to'g'ri tushunasizlar. Tez aytish, ketdik. Hop, Zarnigorxondan boshlayman unda. Assalomu alaykum, Aysilbek aka hamda oqshomlar ko'rsatuvi ijodkorlari. Barchangizga oilalaringizga oylar sultoni Ramazon oyi hamda Muborak bo'lsin, yangilanish aha. va yasharish ayyomi Navruz va olam muborak bo'lsin. Ayzbek aka hamda Sanjar aka ijodlaringizga omad tilayman. Go'zal Surxonimdan barcha yurtdoshlarimizga yurtdoshlarimizga alangali salom debdilar. Zarnigorxon, rahmat. Surxondaryodan Zarnigor, rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Sizni doimiy kuzatib boramiz. Surxondaryodan tomosha qilyapmiz deb Islom yozib yo'llabdi. Rahmat. Nurbek, assalomu alaykum mahalla telekanaliga. Hayotbek yozibdilar, ko'rsatuv zo'r bo'lyapti. Andijondan kuzatib boryapmiz. Zo'r, rahmat. Sardorbek, ijodlarga omad, ko'rsatuv zo'r. Xo'p, Ziyo, Qorasuvdagi Bibisora buviga nabirasidan alangali salom debdilar. Xo'p, yana bir chiroyli xabar Aziz aka va sheriklari Sanjar aka, ovozlaringizga gap bo'lishi mumkin emas. Yuksak parvozlar tilaymiz. Omad, omad, omad debdilar. Mehribon Shahrizoda yozib yo'llabdilar. Assalomu alaykum mahalla telekanali omadli oqshom ko'rsatuvi ijodkorlari. Xo'p, Aziz akam, Sanjar akamni ashaddiy muxlislarimiz. Ularni Mohinur ham qo'shig'i aytildi. Shuni aytib bersinlar debdi. Va Payariqdan Shahrizoda yozib yo'llagan ekan Samarqanddan. Rahmat. Hammalaringizga xayrli oqshom. Tojikistondan Vahdax shahridan alangali salom. Sanjar akamizga bitta chiroyli qo'shiq bo'lsin, u kishiga alangali salom yetkazib qo'ying debdi. Aynan tojik tilida xudo xolisa bitta qo'shiq bor, aytib beramiz. Bravo. Bor. Xo'p. Sevinchxon yo'llabdilar. Mahalla telekanali ijodkorlari, sizlarni ko'rsam kayfiyatim ko'tariladi. Bugungi ko'rsatuv ham zo'r bo'lyapti. Ikki xonanda ham gap yo'q. Ijodlariga omad, ijod qilishda charchamasinlar. Ularga doim omadlar tilayman. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan Umidaxon, rahmat. Hayotbek yozib yo'llabdilar. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov qo'shig'idan aytib bersalar, Aziz akam, Andijondan, Shahrixon tumanidan iltimos debdilar. Sevimli san'atkori Muhriddin Xoliqovni eslatdingiz. Oxiratlari obod bo'lsin. Yana chiroyli qo'shiqlardan kuylaysizmi? Iloji bormi? Iltimos debdilar. Imkon qadar. Mayli, she'rda bir nafas olaman, endi nafas sizlarga aytsam. Rostdan ham Aziz aka. Hamma uxlamas ekanda. Bitta Tomosha qiling. Bizning ko'rsatuvimiz ko'pchilik yaxshi uxlamaymiz. Hamma uxlamas ekan. Rahmat azizlarim, sizlar Bizda yaxshi hali ko'ramiz. Umringiz uzoq bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Hali xabarlar ko'p. Men to'g'risi pastga tushishga qo'rqib turibman. Imkon qadar avtomatga tez o'qishga harakat qilyapmiz. Menga dam berasizlar, sizlar esa bir Albatta, men Aziz akam bilan Sanjar akamga bitta savol bermoqchiman. Agar Savol shartmi deya? adashmasam, agar xotiram pand bermasa, siz ikkingiz ham bir paytni o'zida tanaffus e'lon qilgansiz, tanaffusda bo'lgansiz. Ya'ni hozirgi kunda albatta siz ham to'y hashamlar bilan bo'lib bir 6 yil ijod bilan tanaffus qilgan. 6 yil umuman shu qo'shiq qilishga imkon bo'lmay qolgan. Endi ozgina bo'lgan, endi boshlab oldik. Xursandchilik bilan tanaffus qilgan. Mana shunaqa tanaffus qilsam mazza bo'ladi. Aka vaqtida roza qilgansiz-ku, hozir ham bo'ldi, katta tanaffus tugadi azizlar. endi faqat ijod qilamiz. Endi faqat ha. To'xtash yo'q. Shu gaplardan keyin ijod qilmasalar qaranglar, Aziz aka. Albatta. Ko'rsatuvni ham pozitiv ushlaylik. Kelinglar bitta sho'x qo'shiq ijro etamiz. Menga ustozimning qo'shiqlaridan so'rashdi, to'g'rimi? Hozirgi qo'shig'im kuladimi-da? Kuladi. Kuladini o'rniga ustozimning qo'shiqlaridan ijro etib beraman. Mayli, xafa bo'lmasanglar. Marhamat. Ya zo'r-ku. Gap yo'q. Hammalarni davraga taklif qilamiz. Bo'ldi. Kayfiyat sizlarni hech qachon tark etmasin azizlar. Bizda reklama. Reklamani cheklama. Qo'yara.
va'daga vafo qildingiz endi aka. Bu kishiga kim aytdi chalsin deb? Bir paytlar chalgan edi, mana yana chaldirdi. Demak, davom etamiz azizlar. Bizga yaxshi xabarlar bor ekan, ikkita o'qib beramiz. Assalomu alaykum Asilbek aka, Mahalla telekanalining barcha boshlovchilari alangali salom. Bugun opajonimning tug'ilgan kunlari, shu munosabat bilan opamni chin qalbimdan oilaviy tabriklaymiz. Termiz shahridan, Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Bolliyev O'ral va shu o'rinda barchani Ramazon oyi bilan bahor ayyomi bilan Navro'z ayyomi bilan tabriklaymiz deb yozib yo'llabdi. Rahmat. Biz ham sizni tabriklaymiz va tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Navbatdagi xabar, marhamat. G'ayrat Tolibboyevdan ekan. Assalomu alaykum, Baliqchidan G'ayratbekman. Azizbek aka, albatta salomlarimni yetkazib olsangiz, ijodingizga omadlar tilayman. Men qayerdan o'qiganingizni ham bilmay qoldim. Mayli, hech qisi yo'q. Shohruh do'stimizning qadrdon do'stlari, bugun Qashqadaryolik kursdoshim Mirabbos Shirinovning tug'ilgan kuni. Shu munosabat bilan do'stimni tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin, yaxshi niyatlarga yetib yuring deya Shohruh Haydarov yozib yo'llabdi. Kursdoshlari sizni tabriklaydi. Menimcha ko'rib xursand bo'ldilar. Albatta, Kattaqo'rg'ondan ham bor ekan. Assalomu alaykum. Kattaqo'rg'on tumani Payshanba shaharchasidan bugun onajonimni tug'ilgan kuni Nozima onamni. Onajonimga atab chiroyli qo'shiq kuylab bersangiz, mahalla telekanali ijodkorlariga omad tilayman deb yo'llabdilar. Yana bir Assalomu alaykum hurmatli aziz boshlovchilar. Sanjarbek aka, Anvar Sanayevning Muhabbat qo'shiqi klipida juda zo'r o'ynagansiz-da. Aktyorlik mahoratingizga besh ketaman debdilar. Aziz aka Bekmurodovning ham ashadiy muxlislarimiz, ashulari juda yoqadi bizga. Ko'chalar qo'shig'ini ham aytsinlar debdilar. Sanjarbek ham yo'llabdilar. Assalomu alaykum, oqshomlar ko'rsatuvi ijodkorlari. Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan alangalik salomlar Sanjarbek deb yo'llabdilar. Xo'p. Yana kim yo'llabdilar? Bahor ekanlar. Charchamayapsizlarmi? Azizbek akani ijodiga omad, sho'x qo'shiqlardan eshitaylik. Boshlovchilarga ham omad tilab Toshkentdan Xurshida. Rahmat sizga. Kelishdik. Bugun tug'ilgan kunini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarga yana bir bor tabriklaymiz. Bu tug'ni biz Sanjar akaga topshiramiz. Sanjar aka qanday qo'shiq aytib bermoqchisiz? Hozir hali aytdim, ana tojik zabon muxlislarimiz uchun va yana qolaversa Samarqandning barcha go'zallar uchun bir Samarqand go'zal degan qo'shiq qilganmiz. Tojik zabon muxlislari uchun bir tojikcha qo'shiq aytamiz. Bo'ladimi? Raqs bob, chiroyli qo'shiq, bemalol raqsga ham. Marhamat, Sanjar akadan chiroyli tarona. Samarqandi pari, az dilam bexabari, man shudam darbadari, vay ajoyib duxtari. Bedaru bexonaman, badari mayxonaman, oshiqu devonaman, mastu janonaman. Bedaru bexonaman, badari mayxonaman, oshiqu devonaman, mastu janonaman. Samarqandi pari, az dilam bexabari, man shudam darbadari, vay ajoyib duxtari. Daru bexonaman, badari mayxonaman, oshiqu devonaman, mastu janonaman. Daru bexonaman, badari mayxonaman, oshiqu devonaman, mastu janonaman.
من شدم در بدره وای عجایب دختره ای سمرقندی پره از دلم بیخبره من شدم در بدره وای عجایب دختره Gap bo'lishi mumkin emas. Maza qildim deya. Maza qildingizmi? Siz hech qachon raqsga tushib to'ymaysiz, doim maza qilasiz raqsda. Shoir ko'rsang. Rahmat. Qo'y, siz maza qilgan bo'lsangiz biz xursandmiz. Aziz teletomoshabinlar, Maza sizchi? qilib Siz ham maza qilyapsizmi? Kelishdik, biz esa davom etamiz. Bizda xabarlar bormi? Bor. Albatta. Qayerdan bilardingiz? ko'p Axir siz xabarlar raqsga bor. tushmagan bo'lsangiz Biri O'rinboy ekanlar. Assalomu alaykum Azizbek Bekmurodovga ijodlari bardavom bo'lsin. Omad Andijon viloyati Baliqchi tumanidan O'rinboy ekanlar. Rustam Yigitaliyev yozibdilar va nihoyat bizga Dilafruz opaga Rustambek Yigitaliyevdan salom. Omad mahalla ijodkorlariga rahmat. Davom ettirasizmi? Davom ettiraman jonim bilan. Xo'p, charchamayapsizlarmi? Azizbek akaning ijodiga omad, shu qo'shiqlardan eshitaylik. Boshlovchilarga ham omad tilaymiz, rahmat. Bizlarga ham odam bor ekan-u. Desam, Toshkentdan Xurshida, rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, assalomu alaykum Aziz aka Bekmurodov. Ijodingiz bardavom bo'lsin, omad tilaymiz. Andijon viloyati Baliqchi tumanidan debdilar. Xo'p, G'ayratjon yo'labdilar. Andijondan G'ayratbek va mashhur beklardan Azizbek Bekmurodovga alangalik salom, ijodlariga omad tilabdilar va Oybek jo'natibdilar. Assalomu alaykum mahalla telekanali boshlovchilari. Ijodingizga, ishlaringizga rivoj. Bugun ukam Nurbekning tug'ilgan kuni. Shu munosabat bilan ukamni tabriklayman. Xorazm viloyati Gurlan tumani Oybek Abdurahimov debdilar. Salomat bo'ling. Ukangizga biz ham tabrik yo'llaymiz albatta. Nima dedingiz Aziz aka, Sanjar aka? Jonimiz bilan yana bitta oxirgi xabarni o'qishtirsak. Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men Termizdan Gulyaman. Ishlaringizga omad. Mahalla telekanaliga alingalik salom. Singlim Niginani va jiyanim Shodiqizni ham Shukrona kunlari bilan tabriklayman debdilar. Navbatni Aziz akamga beramiz. Chiroyli taronalarni taqdim etadilar. Biz endi mana Sanjar akam bitta va'dasiga vafo qilib, mana tojik zabonida qo'shiq aytdilar. Siz esa onalarimiz uchun bitta tarona aytib berishingiz kerak, chunki bizga rosa iltimos bo'ldi boyadan beri. Aziz aka, shunga nima deysiz? Hop, men shundoq zabarda sozandalar turishibdi-yu, mazza qilib aytdim. Shu tayyor bo'lganlarcha Aziz aka shu qo'shig'i agar imkon bo'lsa ruxsat bersanglar, menimcha televideniya orqali onajonim ham kuzatib turibdilar. Shu fursatdan foydalanib onajon, dadajon, men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Sizlarni shunaqangi sog'indimki, endi ancha bo'ldi, endi safarlar bilan bo'lib uzoqda yuramiz, ota-onamizni juda sog'inamiz. Sizlarni juda sog'indim onajon. Hozir shu qo'shiq bahonasida sizni bir chiroyli tabriklagim keldi. Umringiz uzoq bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin, bayramlar muborak bo'lsin. Ona haqidagi qo'shiq aynan onajonlarimiz. Hozir yana bitta xabar keldi. Onam uchun bitta diqqatimni tortib uzr so'rayman. Hamma onalar uchun albatta. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Uzr kech qoldim. Kech qoldim. Kech qolsam ham yozdim. O'qirmikansizlar? Charchamanglar, oqshomlar ko'rsatuvini ijodkorlari. Bugungi kun onajonimni tavallud kuni. Ona haqida chiroyli qo'shiq yoki she'r bo'lsin iltimos. Ismlari Fotima aya. Oldindan rahmat. Ko'rsatuvga gap yo'q, zo'r bo'lyapti. Sirdaryo viloyati Shirin shahardan men Ozodbekman. Shunday bo'lib qoldi, uzr debdilar. Mana o'qib eshittirdik. Menimcha onajonimizni tomosha qilib turgan bo'lsa, biz barcha jamoat nomidan, tashrif buyurgan mehmonlar nomidan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin deb qolamiz va navbatni Aziz akamga beraman. Marhamat. Endi men ham tabriklab olsam mayli. Ketdik. Hozir meni ham shu Oynai jahon orqali kuzatib turibdilar onajonim. Onajon umringiz uzoq bo'lsin. Iloyim baxtimga sog' bo'ling. Hech ham ko'zingizga nam kelmasin, yig'lamang hech qachon. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizni juda yaxshi ko'raman. Qolaversa, farzandlarimni onasi ham kuzatib o'tiribdi. To'g'ri. Umring uzoq bo'lsin, baxtimga sog' bo'lgin. Farzandlaringni meni baxtimga sog' bo'lgin. Ofarin. Hamma sozandalarimizni onalarini, Mening ham onam. hammamiz mana shu ijodiy kechada bor insonni onalarini, hammanglarni umringiz uzoq bo'lsin. Hamma onalarimiz umrlari uzoq bo'lsin iloyim.
Umringlar uzoq bo'lsin. Sizlar borsizlar, biz mana shunaqa zabardast yuramiz. Umringlar uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'linglar. Qo'ldan kelgancha bir jonli ijro etib beraman. Kamiga uzr. Albatta. Bu jonli efir, jonli jarayon. Kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Ozod aka. Taqdir menga yog'dirganda balolar, oyog'imdan chalganida xatolar. Taqdir menga yog'dirganda balolar, oyog'imdan chalganida xatolar. Yiqilmadim, egilmadim, sinmadim. Onam bor-ku qilib turgan duolar. Yiqilmadim, egilmadim, sinmadim. Onajonim bor qilib turgan duolar. Mehir to'la kafti boshimni silab, bolam deya ko'zu qoshimni silab. Mehir to'la kafti boshimni silab, bolam deya ko'zu qoshimni silab. Shamu sahar baxtu kamolim tilab, onam bor-ku qilib turgan duolar. Shamu sahar baxtu kamolim tilab, onajonim bor qilib turgan duolar. Onalar bor qilib turgan duolar. Onam bor-ku qilib turgan duolar. Onajonlar bor qilib turgan duolar. Sog'indim. Aziz aka, rahmat. Onamlarni Gap yo'q. uyimni sog'indim. Bugun sog'indim. Har kun Bugun sog'ining, sog'indim. har soniya ilohim umrlar uzoq bo'lsin onajonlarimizni. Hadis-u sharifda shunday kalom bor. Onangga yaxshilik qil avvalambor. Onangga takror, onangga. Ana undan keyingisi esa bo'lsin otangga. Dar haqiqat ona buyuk, muqaddas. U bir quyoshturki nurin yo'qotmas. Baxtimizga sog' bo'lsin barchalari, biz ularning yurak parchalari. Ilohim baxtimizga sog' salomat bo'linglar onajonlar. Biz hamma farzandlar sizlarni yaxshi ko'ramiz. Shu o'rinda bizni tomosha qilib turgan qadrdon hamkasblarimiz bor ekan. Javlonjon bizni tomosha qilib turgan ekan. Yulduzxonga alangali salom yo'llaymiz va navbatni tezroq san'atkorlarga, ijodkorlarga bermasak bo'lmaydi. Aziz aka, sizdan bitta chiroyli tarona tinglaymiz. Deyman degan taronangiz bor ekan. Bizga shunaqa bir xabar keldi. Sho'xroq qo'shiq eshitaylik, Deyman qo'shig'idan bo'lsin debdilar. Shuni aytib bermasangiz bo'lmaydi. Ketdik, Deyman taronasi. Bugun meni kecham. Ijodiy kechamiz. Ham bir sodda o'g'lon o'zbekman, lekin nomus ham or osmon o'zbekman. Men ham bir sodda o'g'lon o'zbekman, lekin nomus ham or osmon o'zbekman. Belda belbog'i bor, boshida do'ppi, ko'zda cho'g' bilan yurt bo'ylasam deyman. So'ng yayrab o'zbekcha kuylasam deyman.
kuylasam deyman ustozlar ruhini shod aylasam deyman o'zbekcha dard bilan kuylasam deyman 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 o'zbekcha kuylasam deyman 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 dard bilan kuylasam deyman elimning dastiga kor o'g'ildirman ot choptirgan lochin sor o'g'ildirman o'zbegim sha'nini baholi qudrat mehmonni ko'ksimga joylasam deyman so'ng yayrab o'zbekcha kuylasam deyman 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 o'zbekcha kuylasam deyman 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 dard bilan kuylasam deyman men ham bir sodda o'g'lon o'zbekman lekin nomus hamor osmon o'zbekman men ham bir sodda o'g'lon o'zbekman lekin nomus hamor osmon o'zbekman belda belbog'i bor boshida do'ppi ko'zda cho'g' bilan yurt bo'ylasam deyman so'ng yayrab o'zbekcha kuylasam deyman 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 o'zbekcha kuylasam deyman 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 dard bilan kuylasam deyman Qoyil. Juda ham zo'r Rosa. kayfiyat ulashdingiz. O'zi odam Sanjar aka, ham qoldi. hammani esladingda qarang. bular ikkalasi haqiqatdan begona bo'lib qoldi. Qoyil. Ukalar, Ko'rsatuvimiz bo'lib qoldi. ukalarni Ukalar kerak emas menda. ukalar kerak emas. Ukalar kerak emas menda. Voy voy voy. Yo. Azizlar, hamma eslandi, onajonlar eslandi, akalar eslandi, ukalar har doim orqada o'ynagan qolib inson mana. Aka, Bravo. ana. Har doim Azaga orqada masofka qo'llab turadi, shuni bilasizmi? Yo. Eng qiyin masofkadagilarga. Azzak anaqada baribir ana oldingizda bir chiroyli go'zal qiz, yaxshi qo'shiqqa shunaqa chiroyli raqsga tushtirsa, mazza qilib chindildan va terlab pishib o'ynayotgan ukalar ko'rinmadi aka ko'zingizga. Aynan shu hozir shu ukalarni qadrlashingiz uchun, ukalaringiz uchun Ukalar haqida qo'shiqda. ukalarni zo'risan aka, biz ukalarni zo'rimiz. Shunaqa qiling, Azaka. Almashvormi? Repertuarida hamma narsa bor. Ukalar, qizlar. Hozir desa tayyorlantiravringlar. Shahnozaxon haqida qo'shiq U aytamiz. ham bor lekin. Hamma narsa Rostdan bor. Rostdan bor lekin. Rostdan bor. Yo, Sanjar aka, ukalar haqida aytib bermaysiz. Men rosa ranjib qoldim. Aka ukalarni bir internetda bir she'r juda ham meni e'tiborimni tortdi. Ozgina shu eshitib qoldimda, ishoning, har bitta insonni ukangiz bormi, aka? Uka. Ha, bo'ldi, tushunarli. Endi aka ukalarni bir anaqasini bir oqibatini bir kuylaganki, o'sha qo'shig'i she'r eshitdimda, ishoning, umuman bir boshqacha dunyoga kirib qoldimda. Oldim, sразу shu qo'shig'i muallifini topib, ancha qidirdim, lekin topib, shu qo'shig'i bastaladik. Bir o'zim qo'limdan kelgancha ijro qilib, chin ko'nglim, shu qo'shig'i taqdim etamiz. Barcha ukalar uchun, akalar nomidan. Hey, bor bo'ling. yuragimning qo'risan ukam onamning g'amxo'risan ukam qadrdonim qadri balandim ukalarning zo'risan ukam qadrdonim qadri balandim ukalarning zo'risan ukam o'z davrida davrini surgan
akam bor deb ishonib yurgan, jigarimsan yonimda turgan, ukalarning zo'risan ukam, jigarimsan yonimda turgan, ukalarning zo'risan ukam. Ukam, 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 jon jigarim ukam, ukalarning zo'risan ukam. El biladi toza zotimiz, eshitsalar tanir otimiz, otamning ham biz qanotimiz, ukalarning zo'risan ukam. Bir tovoqda birga osh tatib, usti-ku bir ko'rpada yotib, birgina sen ketmaysan sotib, ukalarning zo'risan ukam. Birgina sen ketmaysan sotib, ukalarning zo'risan ukam. Ukam, 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 jon jigarim ukam, ukalarning zo'risan ukam. So'ra hatto jonim beraman, sen borsan men shohu to'raman, seni juda yaxshi ko'raman, ukalarning zo'risan ukam. Duo qilib omadga to'ling, deysan akam doim sog' bo'ling, yelkamda tursin faqat qo'ling, ukalarning zo'risan ukam. Yelkamda tursin faqat qo'ling, ukalarning zo'risan ukam. Ukam, 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 jon jigarim ukam, ukalarning zo'risan ukam. Ukam, 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 jon jigarim ukam, ukalarning zo'risan ukam. Ukalarning zo'risan ukam, ukalarning zo'risan ukam. Ofarin. Ukalarimiz doimo Ko'nglimizdagi sog' bo'lsa. gapni aytib o'tibsiz. Meni ham Gap ikkita ukam bor. Shunga faxrlanib ketdim. Aynan-da. Aynan Ukalar deylik. doimo sog' bo'lsin. Bu qo'shiqni bizdan so'rashgandi. Haqiqatan ham shu uka taronasini Sanjar akam aytib bersinlar deb rosa ko'p xabar yetib kelgandi. Biz bu shartni bajardik, Xudoga shukr, va davom etamiz. Azbek akaga pochchasi Muzaffar opasi Surayxondan salom, oilaviy mahalla kanali muxlislarimiz deya Muzaffar aka yozib yo'llabdilar. Assalomu alaykum, oqshomlar ko'rsatuv ijodkorlar Farg'ona viloyati Beshariq tumani alangali salom yo'llaydi sizga Sanjarbek. Assalomu alaykum ko'rsatuv ijodkorlari, charchamanglar, ko'rsatuv zo'r bo'lyapti. Nazarbekdan alangali salom. Onajonimni ertaga 20-mart kuni 49 yoshni 49 bahorni qarshi oladilar. Tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. O'g'illari Abdulboriy va qizlari Diyoraxon deb yozgan ekanlar. Rahmat. Xo'p, onajonim taronasini aytib berdik. Onajonlar haqida Aziz akam aytib berdilar. Assalomu alaykum mahalla telekanali ijodkorlari, oqshomlar ko'rsatuv ijodkorlari. Ijodlaringizga omad, xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz va barchangizga rahmat debdi. Termizdan Bolliyev O'ral aka rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, oqshomlar ko'rsatuv ijodkorlari Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan alangali salom yana bir bor. Xo'p.
Bahor yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Mahalla telekanaliga gap yo'q. Biz ham oilaviy muxlisingizmiz. Muhriddin Xoliqovni qo'shig'i juda chiroyli etdilar Azizbek aka. Bugun jiyanim Shohidaxonni tug'ilgan kunlari. Shu munosabat bilan tabriklab qo'ysangiz. Toshkentdan Xurshida iltimos sizlardan deb yo'llabdilar. Albatta tabriklaymiz sizni. Jiyaningizni G'iyosiddin yozibdilar. Assalomu alaykum. Mahalla telekanali ijodkorlari Sanjar Usmonov hamda Azizbek Bekmurodov futbolga qiziqadimi? Qaysi sport turlariga qiziqasizlar? Qisqacha qiziqsalar, qisqacha qaysi klub muxlisi ekanliklarini ham aytib o'tsinlar. Men Nasaf va Real Madrid muxlisiman. Shunaqa bormi? Men Real Madrid muxlisiman. muxlisimiz. Tumanidan G'iyosiddin deb yo'llabdilar. Labey? Real Madrid biz har doimgidek yaxshi ko'radigan. Azizbek aka. Nima dedi hozir? Nima? Iya, ana boshlandik endi. Men mana shunday o'tiraman endi bo'ldi. Endi mana o'tiramiz shekilli ko'rsatuv oxirigacha kelamiz. Men Barsa. 5-0. 5 Esimda esimda. Muazzamxon yo'llabdilar yana. Assalomu alaykum. Namangan viloyatidan yaqinlashib kelayotgan Muxtasar opamni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Men opamni juda yaxshi ko'raman deb yo'llabdilar. Biz ham sizning opangizni yaxshi ko'rishga harakat qilamiz tug'ilgan kunlari bilan. Biz ham tabriklaymiz. Ko'rsatuv ijodkorlariga omad. Aziz aka, kipriklar uzun qizda aytasizmi yo o'zim boraymi debdilar. Kelishart emas, aytib beradilar. Xo'p, Azbekka pochasi Muzaffardan yana bir bor alayhisalom, opasi Surayxondan debdilar. Xo'p, assalomu alaykum. Azbek aka, ishlaringizga omad. Farg'ona viloyatidan Azamjonman debdilar. Salom hammaga. Azbek yaxshimiz, Termizdan Mahalla telekanaliga salom. Singlingiz Niginaxon, rahmat. Niginaxon tavallud ayyomlari ekan, tabriklaymiz. Xo'p, va shu kulib yozibdilar. Yana bir Kavsar niki bilan ekan. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Kech qolmadimmi? Uni o'qidik. Ha, albatta, siz boya o'qib eshittirgandingiz. Unda Navoiy niki bilan ekan. Salom, xayrli oqshom. Navoiydan Bekzodman. Zo'r bo'lyapti ko'rsatuv. Charchamanglar deb yo'llabdilar sizlar uchun. Navoiydan yana Muhriddin Xoliqovni qo'shiqlarini ayta olasizmi? Aytib bering, iltimos, imkon bo'lsa debdi. Adashmasam bir repertuaringizda bor edi, Sumbula degan tarona, adashmasam Muhrakamniki. Shuni bitta aytib o'rsang nima bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Ketdikmi? Demak, Aziz akamdan chiroyli tarona Sumbula taronasini tinglaymiz va davom etamiz. Marhamat. Sumbulajon Sumbula, sen mening halim so'ra. Sumbulajon Sumbula, sen mening halim so'ra. Halim zabun aylagan o'shal sayroq bulbula. Halim zabun aylagan o'shal sayroq bulbula. Qaradır, mening bag'rim yaradır. Uning ko'zi qaradır, mening bag'rim yaradır. Aytolmayman dardimni, g'urur yo'lda yuradir. Dardimni aytolmayman. Yanıp yetkeni dünyayı armağan eken. Yanıp yetkeni dünyayı armağan eken.
yo'q chora Sumbulajon sumbula Jafo kashga yo'q chora Endi sanoqlaringga Tangridan tuzum so'ra Endi sanoqlaringga Tangridan tuzum so'ra Sumbulajon sumbula Sen mening halim so'ra Sumbulajon sumbula Sen mening halim so'ra Halim zamin aylagan O'shan sayroq bulbula Halim zamin aylagan O'shan sayroq bulbula Qoyil. Rahmat. Inobatga olyapmiz barcha teletomoshabinlarimizni yozgan xabarlarni o'qib eshittirishga va ulardan biri bizni qadrdon insonimiz, ya'ni Muhammad Ali Atayev chiroyli xabar yo'llabdilar. Iltimos shu xabarni o'qib eshittiring. Habib energetik xodimlarini bayram bilan, ya'ni Navro'z ayyomi bilan tabriklayman. Hurmat bilan sizlarni tomosha qilyapmiz. Oilaviy juda ham zo'r ko'rsatuv bo'lyapti-da. Rahmat va tashrif buyurgan mehmonlarimizga ham rahmat. Qo'shiqlar juda ham zo'r bo'lyapti debdi. Va bugun e'tibor bergan bo'lsalaringiz, xabarlarimizni salkam 70-80% tug'ilgan kunlarga bag'ishlangan. Ulardan biri iltimos qilgandilar, shu tug'ilgan kun haqida qo'shiq bormi dedi. Aziz akam hali hazillashdi. Sanjar repertuarda hamma narsa bor. Assalom desang ham bor deb turadi. Qalaysan desam bor deb turadi. O'shaning uchun Sanjar akamning ijodiga gap yo'q. Ko'z tegmasin. Sanjar aka, hozir biz ikkita xabar o'qiymiz, ungacha so'zlarni eslab turasiz va adashmasam sizda tug'ilgan kun haqida ham qo'shiq bor edi. To'ylarda oxirida ham tugaydigan qo'shig'ing bormi? Yor bor. Yor ham bor mana. Zo'r ijodkor. Davruson kelgan joydan bir ikkita xabar o'qib bersangiz. Albatta, assalomu alaykum. Mahalla telekanali ishlaringizga omad. Onajonim bilan ko'rib o'tiribmiz. Dadamlarni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'ying. Hozir ishda edilar. Men Zarafshon shahridan Rustamjonman. Oldindan katta rahmat debdilar. Tabriklab qo'yasizmi? Mana Shohidaxonni tug'ilgan kunlar ekan. Albatta. Baxtinglarga sog' bo'lsinlar iloyim. Assalomu alaykum. Mahalla telekanali ijodkorlari Sanjar Usmonov hamda Azizbek Bekmurodov futbolga qiziqadimi? Yana shu savolni so'rab o'tibdilar. Demakki, boshqa Zarnigor Tursunovanikidan haqiqiy bayramona kayfiyat bo'ldi. Rahmat Mahalla telekanali ijod ahli. Ijoddan to'xtamanglar. Omad sizlarga debdilar. Rahmat e'tibor uchun. Iltimos Toshkentdan Xurshida uchun bitta Muhriddin Xoliqovdan qo'shiqlarni aytsinlar aziz aka debdilar. Hozirgina aytib o'tgan adashmasam. Albatta. O'zingiz raqsga tushdingiz. Albatta ko'rgan bo'lsangiz Xurshidaxon biz albatta aytdik. Dadamni tug'ilgan kunlari bugun debdi Zarafshon shahridan Rustamjon yozib yo'llabdilar. Aziz aka, imkon bo'lsa improvizatsiyaga bir shingil, bir og'iz shu ota haqida biroz qo'shiq aytib bersangiz. Onalarni yod oldik, endi otalarni ham bir og'izgina eslab o'tsak. Ukani aytdik. Imkon bo'lsa va yana bitta xabar. Assalomu alaykum. Mahalla telekanali ijodkorlari Sanjar Usmonov va Azizbek aka Bekmurodov, sizlarni juda hurmat qilamiz. Ijodlaringizga omad tilaymiz debdi. Haqiqiy bayramona kayfiyat bo'lyapti. Rahmat Mahalla telekanali ijodkorlariga, ahliga. To'xtamanglar zo'r deya Zarnigor yozib yo'llabdi. Rahmat. Salomat bo'ling. Albatta yana bitta xabar bor. Assalomu alaykum. Xayrli oqshomlar hammangizga. Ramazon oyi Navro'z yasharish, yangilanish bayrami muborak bo'lsin. Ukalarimiz Azizbek, Sanjarbek omadlarini bersin. Aziz nomiz bilan aziz bo'lib yuring. Xayrli, barakatli umr doimo el nazaridan qolmang. Inshaalloh Yunusoboddan Ziyamovlar oilasidan ekan. Taniysiz shekilli ularni. Biz va'daga muvofiq qolmasak bo'lmaydi. Aziz akam eslab turadilar ungacha. Sanjar akamdan tug'ilgan kun taronasini eshitamiz va barcha tug'ilgan kunlardagi chaqaloqlarimiz bizdan rozi bo'ladi degan umiddamiz. Sanjar aka, barcha tavallud ayyomini inshaalloh o'tganlar uchun tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. qani ketdik. Tug'ilgan kun taronasi. Keldik yaqinlar bugun tavallud kuningiz muborak aytib tilaklar bugun tavallud kuningiz muborak yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun Alloh uzoq umr bersin siz uchun
Baxtimizga omon bo'ling biz uchun tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Bu kun didorga bir bahona, sof ko'ngillarga to'ldi bu koshona. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona. Tavallud kuningiz muborak. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona. Tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak Tavallud bo'lsin, kuningiz muborak tavallud bo'lsin. kuningiz. Barchanglar. Muborak bo'lsin. Bizni E'zozaxon Chust tumanidan tomosha qilib turgan ekanlar. E'zozaxon sizga alangali salom. Adalari albatta xabar ishdan bizga xabar yo'llabdilar. Bu iltimos shuni o'qimasangiz meni qizim tomosha qilyapti deb mana yetkazib qo'ydik. Aziz tomoshabinlar, biz bitta va'daga hamma va'damizdan turibmiz. Bittasi qoldi. U ham esa ota haqida Aziz akam bir shingil aytib beradilar. Albatta. Ana undan so'ng meni yana bitta aytadigan gapim bor sizlarga. Xo'p bo'ladi. Aziz aka. Xo'p, talablariga binoan barcha otalarimizga ustozimiz Derazamning ostida tongda sayragan qush sizmasmu ota. Derazamning ostida tongda sayragan qush sizmasmu ota. Ya tonimga ko'klam mozorda yopishgan gul sizmasmu ota. Ya tonimga ko'klam mozorda yopishgan gul sizmasmu ota. Ming yildirki dunyoda yo'qsiz, yuragimga bitgan armonsiz. Ko'rmagansiz mening o'g'limni, erkatoyim to'qim sho'ximni.
ko'rmagansiz mening o'g'limni erkatoyim to'qim sho'ximni ko'rmagansiz mening o'g'limni erkatoyim to'qim sho'ximni derazamning ostida tongda sayragan qush sizmasmi ota derazamning ostida tongda sayragan qush sizmasmi ota yo to'nimga ko'klam mozorda yopishgan gul sizmasmi ota yo to'nimga ko'klam mozorda yopishgan gul sizmasmi ota sayragan qush sizmasmi ota yopishgan gul sizmasmi ota Ofarin, aziz tomoshabinlar, biz ham bu ko'rsatuvni tugashini xohlamagan bo'lardik. Afsuski, vaqt oliy hakam deyshadi, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bizdan rozi bo'lasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tashrif buyurgan mehmonlarga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Lavrusxon. Albatta biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bizdan aslo uzoqlashmang. Har doim biz bilan birga bo'ling. Oqshomlar ko'rsatuvida keyingi sonada ko'rishguncha xayr azizlar. Va oxirgi va'damizni bajaramiz. O'sha kipriklar uzun qiz taronasi bilan dasturimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. uzun qiz kulsang ko'changga kelay yurmagin endi yolg'iz o'zim yoningda bo'lay kipriklari uzun qiz kulsang ko'changga kelay yurmagin endi yolg'iz o'zim yoningda bo'lay tovoningni o'pkan soch barmog'imda taralsin tovoningni o'pkan soch barmog'imda taralsin sevgini xush kuylari torlarimda yaralsin sevgini xush kuylari torlarimda yaralsin kipriklari uzun qiz sen ko'changga kelay yurmagil endi yolg'iz o'zim yoningda bo'lay kipriklari uzun qiz sen ko'changga kelay yurmagil endi yolg'iz o'zim yoningda bo'lay otangizni qahridan qo'rqmayman men suluv qiz otangizni qahridan devona bo'lib qoldim muhabbatning sehridan devona bo'lib qoldim muhabbatning sehridan kipriklari uzun qiz sen ko'changga kelay yurmagil endi yolg'iz o'zim yoningda bo'lay kipriklari uzun qiz sen ko'changga kelay yurmagil endi yolg'iz o'zim yoningda bo'lay sendayin gul turganda nega tikon uzaman sen ham meni sevasan nigohingdan sezaman sendayin gul turganda nega tikon uzaman sen ham meni sevasan nigohingdan sezaman
Kipriklari uzun qiz, sen ko'changga kelay. Yurmagin endi yolg'iz, o'zim yoningda bo'lay. Kipriklari uzun qiz, sen ko'changga kelay. Yurmagin endi yolg'iz, o'zim yoningda bo'lay. Kipriklari uzun qiz, yurmagin endi yolg'iz. Kipriklari uzun qiz, yurmagin endi yolg'iz. Kipriklari uzun qiz, sen ko'changga kelay. Yurmagin endi yolg'iz, o'zim yoningda bo'lay. Kipriklari uzun qiz, sen ko'changga kelay. Yurmagin endi